Assalomu alaykum akalar. Vohani qo'yini baqorib videosini ko'rib zerikdim. Qirg'izistondagidan ham ko'rsatkin degan obunachilarimiz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Anas Blogger kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib borish aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana shunday asl Qirg'iziston Bishkek ishqibozlari. Akalar, xudo xolasa hafta kuniga bugun seshanba 2025-yil bu kun hammamizga barakatli bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'ondan, ya'ni o'zimning qo'ramdan, mening qo'ramdan akalar o'ylanib ma'lumotni o'zim chiroyli qilib yoritib o'taman. Sizlar oldindan bittadan like bosib, tirsilatib, obuna bo'lib qo'rasizlar akalar. Xudo xolasa 200 kg, 150 kg bo'ladigan variantidan kelgan. Sog'lom doxolasi 5 kg, yosh oyligi 10-11 oylik variantidan. Nomerlar pastda qoldiraman, doxolasi kimga shunaqa kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsa, doxolasi chista shu azina tarbiya vositalarni dollarga sotiladigan qo'zilar kelgan. Inshaalloh dastlabki besbatni yetkazib beramiz. Narxi ham o'ta qulay darajada. Hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa o'ta chiroyli narsalar kelgan. Kimga shunaqa yaxshi qo'zilar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Eng arzoni faqat Anas Blogger kanalida. Kanalni yo'qotmaslik uchun like-ni mixlab qo'yasiz akalar.